Avvalambor assalomu alaykum ustoz. Ustoz, sizga ham rahmat kelganingiz uchun, sizga ham rahmat kelganingiz uchun. Bugun sizni chaqirganimiz sababi shu sohada yillar davomida ishlab kelyapsiz, ta'lim sohasida. Xalq ustozi degan nomga sazovor bo'ldingiz. Farg'ona viloyati direktorlar kengashining rahbarisiz ustoz. Faqat biz hozir kuzatyap turgan narsa, sizni chaqirishimizdan sabab oliy ta'limga kirish vasvasaga aylanib qoldi xalqimiz o'rtasida. Bilimi bormi, bilimi yo'qmi, shunga talanti yetardimi, o'zi bola xohlaydimi, xohlamaydimi, ota-ona bolasini o'qimishli qilishga, diplomli qilishga harakat qilish ko'payib ketib qoldi bizda tizimimizda, jamiyatimizda. Super kontraktlar yuzaga keldi. Kontraktlar, xususiy ta'lim tizimi yuzaga keldi. O'zini navbatida bunaqa ta'lim vasvasasini yuzaga kelishi kelajakda diplom inflyatsiyasini ham yuzaga keltiryapti. Oldin 10 yil, 15 yil oldin o'rta maxsus diplom bilan, o'rta maxsus ta'lim diplomi bilan ishlagan joylarda, ish bor joylarda hozir oliy ta'lim diplomi talab qilinyapti. Ma'lum bir joylarda unga qo'shimcha ravishda sertifikatlar talab qilinyapti. Misol uchun, maktablarda o'qituvchilik uchun chet tilidan dars o'tish uchun chet tilidan sertifikatlar kerak bo'lyapti yoki o'sha boshqacha toifalar talab qilinyapti. Xuddi shu holatda diplom inflyatsiyasi yuzaga kelyapti. Shu masalada gaplashish uchun chaqirdik ustoz sizni. Ustoz, birinchi savolimiz shu: oliy ta'limni maqsadi nima o'zi? Hamma uchun oliy ta'lim kerakmi? Hamma ilmli bo'lib, biron narsaga erishish uchun, bironta natijaga erishish uchun, hayotda iz qoldirish uchun oliy ta'lim qanchalik o'rni bor? Qanchalik ahamiyat kasb etadi? O'zbekiston xalq hofizi Qobiljon Yusufovga shunaqa savol berishyapti. Mana qo'shiqchilar ko'payib ketdi bugun. Shularga munosabatingiz qanaqa degan savolni berishyapti. To'g'ridan-to'g'ri efirda beryapti. Qobiljon aka juda menga qadrdon edi. Endi nima javob berar ekan deb menda ham bir hayajon bo'ldi. O'ylanib tursam, Qobiljon aka juda chiroyli gapni aytishdi. Aytaversin deyishdi. Aytaversin, chiqaversin. Yaxshi bo'lsa, qobiliyatli bo'lsa, san'atga shunaqa bir qattiq kirishgan odam bo'lsa, uni qo'shiqlari qolaveradi. Aksincha bo'lsa, kelaveradi, ketaveradi degan gapni aytishdi. Bu ham mana shu javob ham shunga to'g'ri keladi. Bugun mana oliy ta'lim, oliy ma'lumotli bo'lish xuddiki bir bilasizmi, qanaqadirki bir poygaga o'xshab qoldi deb o'ylayman men. Qobiliyati bormi, qobiliyati yo'qmi, ilmi bormi, ilmi yo'qmi, shu ota-ona uchun bir cho'qqi, qanaqadirki dovondan o'tdi bolasi oliygohga kirib olsa. Men bugun taassub bilan aytmoqchimanki, juda ko'p oliy ma'lumotlilar qanaqadirki bir o'rtacha vazifalarni bajarib yuribdi. Ma'lumoti, diplomlari ishlamayapti ham. Shuning uchun bu poyga bo'lmaslik kerak deb o'ylayman oliy ma'lumotli. Chunki insonni buyukligi o'z ishini qoyil qilib bajarishida deydi. Qoyil qilib bajargan har qanaqa kasb egasi buyuk bo'ladi. U suvchi bo'ladimi, u dehqon bo'ladimi, u chorvador bo'ladimi, u shifokor bo'ladimi, u oddiy bir suvoqchi bo'ladimi? Men nazarimda shunaqa. Shuning uchun ham demoqchimanki, mana qobiliyatiga qarab turib oliy ma'lumotli bo'lsa, menimcha shu yaxshi bo'ladi. Bizda bir narsa shakllanib ham qoldida ustoz. Misol uchun, masalan, o'zim yoshroqman. Uydagilar sovchilikka borsa ham, qaysidir oilaga borsa ham, eng birinchi so'rayib turgan narsasi o'qiganmi deyapti. Diplomi bormi degan savol yuzaga kelyapti. Lekin ular o'ylamayapti-ku, narigi tarafi ham bor, tanganing ikkinchi tarafi bor. U diplomi bo'lgani bilan nima qila olardi? Qo'lidan nima keladi? Yurist diplomi bo'lib turib, ertadan keyin ko'chada taksistlik qiladigan bo'lsa, uni oliy ma'lumotli deb, yo bo'lmasam bir o'qiganligiga qarab baho berish ham boshqacharoq bo'lib qoladi. Menimcha to'g'ri emas. Ya'ni, misol uchun, o'qimishlilar ko'p, diplomi borlar ko'p, lekin ma'lum bir ma'noda ilm kamayib turganga o'xshaydi. Misol uchun, 4 yil davomida o'qiydi, lekin ma'lum bir natijaga erishmaydi. Men taniyman, ingliz tili filologiyasida o'qishadi. Ingliz tili filologiyasida 4 yil kunda-kunora borib qatnab, yo'lkiraga pul sarflab, qorningga pul sarflab, qo'shimchasiga kontrakt to'lab bor. Undan ham yomonrog'i super kontraktga kirganlar bor. 70 million, 80 millionga kirar ekanda, umumiy 4 yil davomida sarflagan mablag'i 300 milliondan o'tib ketadi. Lekin 4 yil davomida o'qishni bitiryap turganda qo'lida bir B2 darajadagi sertifikat yo'q-da. Mani fikrimcha, u o'qishga borgandek o'zini ko'rsatgan, o'qigandek ko'rsatgan, lekin o'qimagan.
Chunki 4 yil davomida bitta tilni o'rganib B2 darajaga bora olmaslik, bu misol uchun o'qituvchilarga til o'qitadigan o'qituvchilarga aytadigan bo'lsangiz, nerealniy miyaga sig'maydigan narsa. U bunaqa bo'ladi, Xudo xohlasa. Qarang-da, Muhammadqodir hozir aytyapsiz-ku, o'qiganmi deydi. Bu narsa ustoz menimcha endi anaqa bo'lmay qoladi. Chunki hozir oliy ta'lim bilan qamrab olish 43% gacha. 2025-yilda bitiruvchilarning 43% oliy ta'limga qamrab olindi. Bu degani bitirayotgan ikkita boladan bittasi deyarli oliy ta'limda o'qiydi. Ya'ni bu o'qiganmi deb savol beriladigan narsa qolmaydi. Endi mana ustoz oldin bir kadrda ishga olmoqchi bo'lsak, ikkita kadr keladi suhbatga. Chunki qamrab olish 9% edi. Oliy ta'limga qamrab olish 10 yil oldin 9%. Qarang, hozir 43% ga chiqdi. Endi qarang, o'sha paytda 100 ta boladan 9 ta oliy bo'lganmiz. Endi hozir 43 ta bo'lyapti. Ishga qabul qilish jarayonida tanlab olish imkoniyatimiz ortdi. Ya'ni kadrlar masalasi. Siz aytgandaqa ingliz tilini bitirsa-yu, uni sertifikati yo'q bo'lsa, u o'z-o'zidan raqobat qilolmaydi. Raqobat qilish uchun salohiyatli kadrlarni oshadi, Xudo xohlasa. Men shu o'rinda bir narsani aytmoqchiman. Qarab turgan bilan hunar o'rganib bo'lganda edi deydi. It allaqachon qassob bo'lardi. Shunaqa fikr o'qiganman. Qarang, qayerda bir mol, qo'y so'yilayotgan bo'lsa, kechirasiz, qo'pol misoldir bu. It shu iyagini tirab, shu qarab turadi. Uni maqsadi nima? Maqsadi bitta. O'sha u istayaturgan narsani qayerga ko'mishar ekan. O'sha keraksiz narsalarni qayergadirki ko'miladi. Shu ko'milgan narsani poylab turishdan iborat uni maqsadi. Demak, bu oliy ta'limga kirish, oliy ta'limda o'qish, shu diplom olish bilangina o'lchansa, shu ma'lum bir yillarda diplomlar sotildi ham, sotib olindi ham. Demak, bu to'g'ri aytyapsiz. Mana keyingi paytda shu Vazirlar Mahkamasining qarori bilan ishga qabul qilishda sertifikatlashtirish joriy qilindi. Demak, sertifikati bo'lmasa, u ishga qabul qilinmadi. Demak, bu ham to'g'ri yo'l bo'ldi. Mana shu o'rinda baribir aytib ketishim kerak. Mana shu attestatsiya, o'qituvchilarni attestatsiyadan o'tkazish jarayoni, bu ham mana shaffoflashtirildi. Bugun bironta o'qituvchini attestatsiyadan mana u yo'l bilan o'tdim, mana unday qilib o'tdim degan boshqacha qarashlarni ko'rmaysiz. Bugun attestatsiya shaffoflashtirildi. Halol, pok o'qituvchilar attestatsiyadan o'tkazilyapti. Demak, bu ma'lum bir darajadagi katta-katta qadamlar qo'yilyapti. Demak, yana bir narsa, mana shu borib diplom olib kelib, diplom olgandan keyin mana men juda og'riq joyim, meni eng bir qiynalgan joyim 50% ga yaqin o'qituvchilar attestatsiyadan o'tolmayapti. Demak, o'zida yo'q bilimni qanaqa qilib bolaga beradi? Yana bir narsa qiynaydiki odamni, bu eng bir bolani, insonni eng qimmat vaqti, u eng qimmat buyumi yoki bo'lmasa eng qimmat narsasi bu vaqt. Vaqtini bekordan bekorga o'tkazish holatlari bo'lyapti. Demak, o'qituvchi bir jo'yali dars o'tolmaydi. Yana bir narsa, buni baribir u tizimda shunaqa kamchiliklar borki, 5-sinf bolasini maktab boshlang'ich ta'limni tamomlagan 5-sinf bolasini bilimsizroq, qo'lidan ish kelmaydiganroq, shu qobiliyati o'rtacharoq bo'lgan o'qituvchiga berilyapti. Chunki u 10-sinfda eplolmaydi, 11-sinfda eplolmaydi. 5-6-sinfda beryapti, 5 ni eplaydi, 6 ni ham eplagandan keyin u 7 ni eplolmay qoladi. Endi nima qilish kerak bo'ladi? Endi o'sha o'qituvchiga yana 5-sinf beradi. Yana 5-6 ni buzib bo'lgandan keyin 7-sinfga borib bolalarni bilimini joyiga qo'yish oson bo'lmaydi. Mana bu yerda juda katta inqirozlarimiz bor. Shuning uchun bugun endi kimdirki eshitardir biz gaplarimizni, lekin eshitgan bilan uni joyiga qo'yish oson bo'lmaydi. Mana men 50 yildan ortiq ta'lim sohasida ishlayotgan bir inson sifatida bu fikrlarni bugun aytishim kerak. Aytmasam ham ichimga og'riq botadi. Shuning uchun baribir diplom muhim emas men nazarimda. U qobiliyat muhim. Shunday
o'quvchilar borki, maktab o'quvchisi mana o'zimizda ham o'quvchilardan foydalanyapman. Qani shu o'quvchini mana sizga 10 ta, 15 ta ukalaringiz, shularni bitta shular bilan ishlaychi deyapman. Va shu 40 ta, 46 ta o'quvchilarni o'qitishiga yordam berayotgan Nigina degan o'quvchim bor. Undan so'rayapman, Nigina qiynalmayapsanmi? Hech kim xalaqit qilmayaptimi? degan savolni bersam, yo'q deyapti. Endi joylarda boshqa maktablarga borasizda o'sha 30 ta bolani joyiga qo'yib turib ushlab olib o'tirolmaydi. Chunki bola tinglamaydi. Bolani tinglash uchun unda lektorlik mahorati, unda bilim, unda tajriba, unda metodika, unda pedagogika, unda psixologik holat unda bo'lish kerak, mahorat bo'lish kerak. Demak, bu yo'q. Demak, mening nazarimda diplom ortiqcha muhim bo'lmaydi endi bundan buyog'iga. Xulosam shu. Albatta, u o'qituvchi bo'lib tug'ilish kerak deydi. Menga qolsa o'qituvchi bo'lib tug'ilish kerak. O'qituvchilik shunchaki bir kasb emas, bu ilohiy kasb. O'qituvchilik bola-chaqa boqadigan, bola-chaqani boqish manbai emas. To'g'ri, bu gaplarim kimgadirki erish tuyuladi, kimdirki ichini og'ritardir. Lekin baribir bugun aytishim kerak men. Bizda ham man ishga olayotganimiz ustoz shu gapingizga. Agar maqsading pul bo'lsa, o'qituvchilik qilma. O'qituvchilik boy bo'lib ketadigan kasb emas. O'qituvchilik ya'ni ishlaysan. Ya'ni maza qilib o'zing rohatlansang shu ishdan, keyin shu ishni qil deb aytamizda. Keyin haligi 5-sinf, 7-sinf degan gapingizga ustoz, mana o'zimiz oldin 5-sinfdan qabul qilardik. 5-sinfga kelgan bolalarni qabul bilan olib, oson o'qitib ketardik. Keyin yangi qarorlar bilan 7-sinfdan oladigan bo'lib qoldik. 7-sinfda olganimizdan keyin haqiqatda ular ancha ularni yo'lga solib tartiblaguncha qiynaldik. Ya'ni boshlang'ichdan zo'r chiqishar ekanda, orada jichcha anaqada siz aytgandek ustozlarga berishgan hisobiga keyin qiynalib qolinar. Hayotda shunaqa gap borki, tarbiyasi buzilgan odamni tarbiyalashdan qiyini yo'q deydi. Bu tarbiyasi buzilgan degan so'z insonga nisbatan ishlatib bo'lmasdir. Lekin bu ham o'ziga xos. Chunki bilasizmi, bilimlar tizimi, bilimlar sondig'i sekin o'sha pastdan fundament mustahkam bo'lmasa, uni joyiga qo'yib olish bu oson narsa bo'lmaydi. Mana shu xalqda shunaqa gap bor. Go'shtni daraxtga ilib qo'ysa, tulki irg'iydi deydi. O'zi olmoqchi bo'lib irg'iydi deydi-da. Keyin sassiq ekan deb turib ketadi deydi. Bu ham xunuk misol, xunuk gap. Lekin bolani ham o'sha bola boshidan degan so'zlar ota-bobolarimizda qadimdan bo'lib kelgan. Bolani boshidan boshlab tarbiya qilib, fundamentini yaxshi qilib qo'ymaydigan bo'lsa, ayniqsa shu o'rinda boshlang'ich sinf o'qituvchilariga juda katta mas'uliyat yuklatiladi. Men baribir buni ham aytishimiz kerak. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi qanaqa bo'lsa, bola shunaqa bo'lib qoladi. Demak, o'qituvchiga juda ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Men aytaman, o'qituvchilik bu ilohiy kasb. Oylik oladigan, bola-chaqa boqadigan kasb desa, kimdirki shunaqa desa, xato qilgan bo'ladi. Xuddi shunday. Haligi o'zi aytyapsiz, maktabda o'qib turib 20 ta 30 ta bolani eplab dars o'ta olyapti, o'shani o'ziga qarata olyapti deb aytyapsiz. Bu narsa juda katta yutuq. Chunki men ko'rdim, mana o'qigan bolalar bor, yuridik sohada o'qigan bo'lsam, yurist diplomi bor, qo'lida sement quygab turgan bolalar bor ustoz. 4 yil davomida vaqtini bekorga sarfladi. Balki o'qishni bitirib turib o'qituvchilik qilyap turganlar bor, qo'lida yurist diplomi bor, ma'lum bir tillardan dars o'tyapti. Men o'sha bolaga qarab aytdim bir kun, o'rtog'imga aytdim, 4 yil davomida nimani o'rganding-ku, nimadan ateng qilyapsan desam, Muhammadqo'y savol tug'iladiki, o'qituvchilik qilyapti deb ham bo'lmaydi-da. Darsga kirib chiqyapti deyish kerak o'shunaqa bolalarni. Chunki o'qituvchilik qilishchi, yana qaytaryapman, bu ilohiy narsa, ilohiy kasb. O'qituvchilik qilyapti, u darsga kirib chiqyapti. Uni samarasi nima bo'lyapti? Masalan, mana hamma joyga dehqonchilik, uzum ekyapti, bodring ekyapti. Uni ekayotgan narsasini samarasi nima bo'lyapti? Samara bo'lish uchun suv, havo, iqlim, yer, tuproq, hamma narsa barobar kelishi kerak. Va unga yurakdan chiqarib, mehr berib turib mehnat qilish kerak. Endi inson bolasini tarbiyalashda qanaqa bo'ladi? Avvalo o'qituvchini o'zi tarbiyalangan bo'lmasa, o'qituvchini o'zida bilim bo'lmasa, o'zida yo'q narsani qanaqa qilib bolaga beriladi? To'g'ri, yuristlik qilolmagandir, lekin o'qituvchilik qilish shunday
joylarida tashlab qo'yilganki, shu diplomi bo'lsa, darsga kirib chiqsa bo'ldi. Uni pirovard natijasini bola qanchalik bilim oldi, bola qanchalik tarbiya ko'rdi degan savolni beradigan payt keldi endi. Ana shu xususiy universitetlarni gapiryapsiz-ku, mana shular aksariyati pedagogikaga oidlari ham borda. Zo'r ishlayotganlari ham bor. Ustoz, man bitta maktab direktori bilan gaplashganimda mana shu tarifikatsiya masalalarida ko'rishgan. Bitta o'qituvchim keldida deyapti, bu yil nimadan vakansiyam bor deyapti. Ona tilidan o'qituvchi kerak desa, endi 3-kursdan ishlashga ruxsat berilgan, borib xususiy universitetda 3-kursda o'qiydi degan ma'lumotnoma olib kelyapti-da. Bo'pti, bunga ona tilidan dars berdim deyapti. Universitetda o'qiydi, ona tilidan dedim, maktabda dars berdim deyapti. Keyingi yili 1 yil ona tilini o'tdi deydi. Keyingi yili 4-kursga o'tdi deyapti. Kelyapti-da, nimadan dars bor deyapti. Endi ona tiliga oliy toifali o'qituvchini oldik, demak, haligi vakant soat yopildi. Matematikadan vakansiya bor desam, borib deydi, 4-kursda matematikada o'qiydigan spravka olib kelyapti. Ya'ni xususiy oliy ta'lim, ya'ni unga shunaqa qilib beryapti. Men bildimki, u unaqa bor dedim, darsni bermadim deyapti. Ya'ni shunaqa oliy ta'limlar ham chiqdi, shular ham ya'ni ertaga bitirsa diplom beryapti qo'liga. Ana endi ular haligi nimani ichida raqobat qilolmaydi-da baribir. Hozir vakansiya bordir, lekin yopiladi hammasi. Keyin raqobat kuchaygandan keyin bunaqalarga ish qolmaydi. Endi bu baribir juda ko'p narsa maktab direktoriga bog'liq. Demak, uyni egasiga bog'liq deyman. O'sha maktab direktori u kimni bo'lsa ham kelsa, mana spravkasi bor ekan deb olavermaslik ham kerak-da. To'g'ri, raqobat bu undan ko'ra dars o'tilmasdan qolib ketgani yaxshiroq-da. Unaqa chunki o'zini ham aldayapti, o'sha unga najot istab kelaturgan, ilm istab kelaturgan bolalarni ham, kelajagimizni ham aldayapti u. Uni ham baribir o'ylab ko'rish kerak. U juda ko'p narsa mana baribir aytishimiz kerak. Najot ta'limda, najot maktabda, najot muallimda degan shunaqa bir iboralarga, so'zlarga qo'shimcha najot direktorda degim keladi. Chunki direktor qanaqa bo'lsa maktabi shunaqa bo'ladi. Demak, direktorga juda ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Endi men aytishim mumkin, u juda ko'pda foizli o'qituvchilar direktor uchun ishlaydi. Shu ko'rsin, shu bilsin, ertaga bizni qadrimizga yetsin deb turib ishlaydi. Lekin maktab direktori mana yaxshi tajriba joriy qilindi. Direktorlar kengashi tuzildi. Direktorlar kengashi tomonidan direktorlar menejerlik kursini bitirib kelgan direktorlar tanlab olinyapti. Lekin shularni ichida ham mana menejerlik kursini bitirib keldi. Juda chiroyli diplomlari, qo'llarida sertifikatlari, shunaqa ballarni olgan. Siz tabiiy savol berasiz. Maktabga direktor bo'lsangiz, nima qilmoqchisiz deysiz. Men deydi, mayda bo'sh yer bor ekan, uni o'zlashtirmoqchiman. Mana bu binolar nimaga muhtoj bo'lib qolibdi, ta'mirga, uni ta'mirlatmoqchiman. Mana unday qilmoqchiman. Mayda daraxt ekib, bog' qilib, uni mevalarini sotib, o'sha pul tushirmoqchiman deydi. Keyin eshitib turasizda, ta'lim sifatini kim qiladi desangiz, endi aytmoqchi bo'ldim deydi. Endi bu bog'bon, oqlovchi, ko'klovchi bas-ku u direktor aslida. Mana ko'ryapsizmi? U mana qanaqadirki, mana qora kostyum shimlarni kiyib, qora galstuklarni taqib, qora shляпаlarni kiyib olsa, men bunaqa kasb egasi bo'laman degan bolada qiziqishlar bo'lardi oldin. Lekin bugun unday emasda, bugun bolalarning umrini, vaqtini o'zi shunda ham telefon balosi, internet balosi, bular hammasi u balo bo'ldi bugun. Qaysidirki ma'noda, yaxshi, to'g'ri ma'noda foydalanmaydiganlarga. Endi uni ustiga o'qituvchi ham shunaqa bo'lsa, uni maktabning rahbari ham shunaqa bo'lsa, talab ham o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, bola bilasizmi bola? Kerak bo'lsa o'qisin degan o'qituvchi juda yomon o'qituvchi deyman men. Mana yomon so'z ishlatishdan o'zimni tiyib turib aytyapman. Kerak bo'lsa ishlasin degan direktor undan ham yomon inson deb o'ylayman men. Chunki kerakligini bola qayerdan biladi? Kerakligini o'sha o'qituvchi deganimiz qayerdan biladi? U o'qituvchi metodist o'qituvchini, chuqur bilimga ega bo'lgan o'qituvchini va o'qituvchi bo'lib tug'ilgan odamni ko'rmagan o'qituvchi, hali usta ko'rmagan, ustoz ko'rmagan shogird
har maqomga yo'rg'alaydi deydi. Har maqomga yo'rg'alaydigan o'qituvchi deb aytgizam kelmaydi bir xil holatlarda. Bulardan qanaqa qilib bilimli, ilmli yoshlar chiqadi deb o'ylab qolasiz? Bunga qo'shimchalar mayli maktablarda qanaqadir darajada tizim bor, qanaqadir darajada nazorat bor. Oliy o'quv yurtlarida undan ham battarroq. Xohlasa o'qisin, xohlamasa o'qimasin. Meni muammoim emas. U biz diplomni beramiz, chiqib ketyapti turganda ish topadimi, ish topmaydimi, umuman qizig'i yo'q deyiladi. Lekin bitta narsa ham bor, haligi o'qib harakat qilyapti turgan ham, yozishni bilmaydigan ham qo'pol qilib aytganda, o'sha uchun oladi oxirida. Endi undan u manfaatdor-da, chunki kontrakt puli to'laydi. Mana men bilaman, o'quvchilar bor shu joylarda. Super kontrakt degan bu ham bitta balo deyman men. Bilmayman endi shunaqa. Mana qancha pul to'lab kirdingiz? 362 million so'm pul to'lab super kontraktga o'qishga kiryapti. Endi 362 million u bilasizmi 10 milliondan bo'lsa, shuncha yil kontrakt to'lashi mumkin bo'lgan pulni bir martada to'layapti. U ham qaysidirki nom chiqarish uchunmi ota-onani yoki bolani ko'ngliga qarash uchunmi? Shunaqa bir usullardan ham foydalanilyapti. Lekin bularni samarasidan ko'ra samarasizligi ko'proq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki o'sha pulni chiqarib olayin deydi, o'sha pulni deydi bekorga ketdi deydi. Endi uni ham 362 millionni ham mehnat qilib shu oyligini evaziga to'playotgan turgan odam uni berolmaydi-da. Bermaydi-da, uni berolmaydi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Undan ko'ra o'qish, bilim bo'lsa, 1 yil tayyorgarlik ko'ring, 1 yildan keyin o'qishga kiring deydi. Mana u baribir bularni men to'g'ri bugungi suhbatimiz kimlardir eshitib, kimlargadirki erish tuyuladi, kimlardirki g'ashini keltirardir. Lekin baribir bugun biz o'zimizni fikrimizni aytishimiz mumkin-ku, o'zimiz fikrimizni aytyapmiz xolos. Misol uchun o'sha pulni oldi ham deylik 240 million. Bizda ham yuridik sohaga kirish ham 250 million ham bo'lishi mumkin. Giperkontrakt bo'lsa 500 millionga ham chiqishi mumkin. Haligi biliming yo'q. Nima qilasan o'shancha odamni ichiga kirib olib. Yuridikga bilasiz ustoz ko'proq haligi o'qiganlar kiradi. Balandroq bo'lganligi uchun haligi zo'r o'qiydiganlarni ichiga bitta o'qimaydiganni olib kirib qo'ysa, haligi bola o'zini erish tuyuladi, o'ziga mos kelmaydi o'sha holat. Keyin o'sha atmosferada qanday qilib jon saqlab qoladi u? Yo o'ziga o'xshaganlarga o'xshab qo'shilish kerak yoki umumiy o'qiyap turganlarni ham orqaga tortish kerak. Undan ham yomoni shuncha pul sarflab qo'yadi-da, keyin bitta ishi yo'q. Chunki shu sohaga kirib kelgandan keyin bilimi bo'lmasa kimga kerak? Endi o'g'lingni deydi o'rtoqlarini aytgin deydi, uni kimligini aytib beraman deydi. Endi mana baribir atrofidagi odamlarga bog'liq bo'ladi. Bu yana bu kiyim emas-ku. O'qish, diplom olish yoki bir o'zida qobiliyati bo'lmaydigan bo'lsa, uni orzu qilmaslik kerak-da. Men boya aytdim, insonni buyukligi o'z ishini qoyil qilib bajarishida. O'shini qoyil qilib bajargan odam har qanaqa odam ham buyuk. Bugun mana oddiy bir shu suvoqchiga ishingiz tushmayaptimi? Oddiy chilangarga ishingiz tushmayaptimi? Yoki oddiy bir dehqonga ishingiz tushmayaptimi? Qanchalik o'sha qadr topyapti o'shalar. Iqtisodiy tomoni ham, obro' e'tibori ham, hurmati ham qanchalik bo'lyapti. Demak, mana o'sha xorijiy davlatlarda shu yoshni, bolani qobiliyatiga qarab turib, mana Yaponiyada har xil o'yinchoqlarni qo'yadi dedi. O'yinchoqlarni qaysinisini o'ynayapti ko'proq o'sha bola, shu kasbga yo'naltiradi dedi. Yoki bir boshqa. Demoqchimanki, qaysidirki ota-onani xohishi bilan yoki qaysidir qarindosh urug'ini xohishi bilan sen yurist bo'lasan yoki sen mana bunaqa kasb egasi bo'lasan deb o'sha oliygohga majburlab kirgizish bilan bu natija qilib bo'lmaganini bugun hayotni o'zi ko'rsatib turibdi. Keyin hozir oddiy deyapmiz ustoz, uzr. Lekin biz suvoqchini yoki chilangarni yoki sartaroshlik qilib turgan, povurlik qilib turgan odamni oddiy deyishimiz o'zi ham bir xatoda. Xuddi shu narsa xalqimizda oddiy degan narsani o'zi qanaqadir noto'g'ri fikrni yaratib qo'ydi. Noto'g'ri qarashni yuzaga keltirib qo'ydi. Oddiy deyaverganimizga bola ham bunday qarayapti. Ha, ota-onam oddiy degan buni. Men ertadan keyin chilangar bo'lsam, zo'r hurmatga ega bo'lmas ekanman degan narsa yuzaga kelyapti. Hammasi hozir oliy
ta'lim oliygohlarda o'qiyap turgan, universitetlarda o'qiyap turgan bolalarni judayam katta qismi o'qituvchilikka, iqtisod sohasida, yuridiskiy sohada, tibbiyot sohasida o'qiyapti. Mayli iqtisod, yuridikiyni o'qituvchilikda tushunsak bo'lar, lekin tibbiyot sohasida super kontrakt mavjudligi. Haligi bola odam anatomiyasini, odamni tanasida nechta suyagi borligini, qanaqa qon tomirlari borligini bilmasdan turib, qanday qilib qo'liga skalpel ushlaydi? Haligi 6 yil o'qishni bitirib chiqib, bitta shpritsni qo'liga ushlab, qo'li qaltiragandan keyin qanday qilib unga operatsiya qilish topshirishimiz mumkin? Shuncha pul to'lab o'qishga kirgan bola ertadan keyin bir yo'lini qilib ishga ham kirib oladi-da. Bunisi ham juda ham og'riqli joyi. Ular ham saralanadi-da sekin-sekin. Uni sekin baribir U sekin-sekin deyapmiz, sekin-sekin saralanardir. Lekin qancha odamlarni hayotini kerak bo'lsa barbod qilyapmiz, kerak bo'lsa ularni nogiron qilyapmiz. Bu tomoni ham bor-da baribir. O'sha mana hikoya bo'ladi-ku, samolyotga chiqib o'tirishsa, hurmatli passajirlar, o'qituvchilar o'tirgan bo'ladi. Sizlarni o'zlaringni farzandlaring, o'zlaringni o'quvchilaringiz yasagan samolyot bu desa, hammasi dupur-dupur qilib tushib ketadi, hozir uchadi desa. Meni bu kulgili narsalar, bu hazil narsalar. Lekin baribir o'qitish tizimimizda qanaqadirki bir yanayam yaxshiroq bir harakat qilmasak, o'sha o'qituvchi bo'lib tug'ilgan turganlarni o'qituvchi qilmaydigan bo'lsak, uni samaramiz kamroq bo'lar ekan deb o'ylayman. o'qituvchi bo'laman deyishni boshlashdi bolalar. Mana shu 3-4 yildan beri oldin kam bo'lardi, lekin hozir man o'qituvchi bo'laman deb o'zidan chiqib, mana biz tushuntiramizda haligi rohatlanadigan ishing bo'lsin. Bu sartaroshlikdan rohatlansang, sartaroshlik qil. O'sha mashina tuzatib rohatlansang, shu ishni qil. Rohatlanadigan ishingda muvaffaqiyatga erishasan. Sen bir katta lavozimda ishlarsan, lekin ishingdan rohatlanmasang, unda muvaffaqiyating kam bo'ladi. Oddiyroq ishda ishlarsan, lekin ishingdan rohatlansang, o'sha ishda obro' topasan, o'sha ishda hamma seni hurmat qiladi, o'zing ham mazza qilib yashaysan deb tushuntiryapmiz-da endi. Tushuntirgandan keyin men o'qituvchi bo'laman deb chiqyapti. Mana yaqinda bitta bolamiz tibbiyotga kirish sertifikatlari bilan hamma yo'g'ini hal qildi. Hujjat topshirsa, xoh Toshmiga, xoh AdMiga aniq grantga kiradi. Chunki 185 balldan oshiq ball yig'ib qo'ydi. Abdulaziz degan o'quvchimiz bor. Shu bola qarab turib aytayaptiki, ustoz deyapti, o'qituvchilik qilsamchi man. O'qituvchilikka topshiraman, kimyoga topshiraman, men o'qituvchilik qilaman. Oldin kam edi-da bunaqa o'qituvchilik qilaman. Haligi boshqacha ta'sir qilar. Qobiliyati bormi shu o'qituvchilikka? O'qituvchi biladi. Qaranglar-da, hozir yana bitta narsani men ko'tarmoqchi bo'lyapmanki, o'sha mutasaddilarga aytdim ham. Pedagogika yo'nalishiga boradigan o'quvchilarga tavsifnomani maktab bersin deyapman. Pedagogika kengashi bersin deyapman. Chunki biz maktabda o'qitib turganda o'quvchini pedagog mahorati borligini, qobiliyati borligini o'qituvchilar biladi. Agar shu yo'nalish bo'yicha olinadigan bo'lsa ham, bu ham bitta katta imkoniyat bo'ladi deyman. Keyin mana o'zi shunaqa bir savol berishadi, davomli armoningiz bormi deb ham savol berishadi. Keyin men aytaman, armonim bor deyman. Nima armoningiz bor domla deyishadi, shu yo'nalishingiz bo'yicha. Bilasizlar, meni armonim o'quvchilarimda eng zo'rlari yuridikaga kirdi, eng zo'rlari xalqaro diplomatik universitetiga kirdi. Zo'rlari mana xorijda o'qiyapti, moliya institutiga kirdi deb maqtanibman, xursand bo'libman. Lekin armon shu o'quvchilarimda eng zo'r, kuchli, qobiliyatli o'quvchilarimni agar pedagogika yo'nalishiga yo'naltirganimda bundan ham yaxshiroq samara bo'lardi deyman. Chunki albatta chunki bu o'qituvchilik inson kamolotining oliy namunasi deydi. Demak, oliy namunasi bo'lish uchun shu o'qituvchilik shunaqa bir oliy namuna ekan inson kamoloti uchun. Mana endi shu o'qituvchi bo'lganda yana ham yaxshiroq bo'lardi deb keyingi paytda shuni o'ylanib qoldim. Mana endi hozir o'zimizda ham o'qituvchi bo'laman deganlarimiz juda ko'p. Mana kecha ham o'sha bitiruvchilar hammasini so'rab chiqyapman, o'qituvchi bo'laman. Chunki bugun o'qituvchini qadrini ko'tarishga muhtaram prezidentimiz juda katta e'tibor qaratishyapti. O'qituvchini oyligi mana $1000 ga yetkazamiz deyishgan, maqsadni qo'yishgandi. Bugun mana $1000 dan ortib ketdi o'qituvchilarimiz. Ko'plab o'qituvchilarimiz $1000 dan oshiqroq oylik olishyapti. Ularda
iqtisodiy tomoni ham yaxshi bo'ldi. O'zlarini tutishlari va xalq ichida ham, davlat tomonidan ham ularga ham e'tibor, ularni qadrini ko'tarishga bo'lgan e'tibor mana kuchaydi. Mana endi ota-onalar ham, o'quvchilar o'zlari ham o'qituvchilik kasbini tanlashga harakat qilyapti. Demak, bu bizni yutug'imiz bu. Bu mana o'sha Finlandiya ta'limi deydi, Germaniya ta'limi deydi, Singapur deydi. O'sha Finlandiyada, o'sha Germaniyada, o'sha Singapurda, Yaponiyada o'qituvchini obro'yi qanchalik baland. Endi u baland obro'ga erishish uchun ular juda katta mehnat qilishgan bo'ladi. Demak, har qarz ikki tomondan bo'ladi. O'qituvchi, bilimsiz o'qituvchini obro'yini hech kim ko'tarib qo'ya olmaydi. Aslida bilimli o'qituvchini obro'yi hech qachon tushgan emas. Bilimli o'qituvchi har doim o'zini qadrini bilgan, qaddini bilgan va el yurt ichida eng ardog'da bo'lgan. Har qanaqa holatda ham, har qanaqa yillarda ham bo'lgan. Lekin har qaysi davlatda ham. Lekin bugungi kunda o'qituvchiga hurmat, e'tibor bizning mamlakatimizda shunaqa baland bo'lyaptiki, agar mendan yana qaytib kelib, dunyoga yana qaytib kelsangiz kim bo'lasiz desa, men albatta o'qituvchi bo'laman. O'ylanib ham o'tirmasdan yana o'qituvchi bo'laman deb aytgan bo'lardim. Ha. Hamma holatda ham bolani o'zini fikrini ham, qobiliyatlarini ham hisobga olish kerak. Baribir qushni uchishga majburlaganingiz bilan yoki baliqni suzishga majburlaganingiz bilan hech qachon baliq uchib burgutga yeta olmaydi, qush suzib baliqqa yeta olmaydi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Shunaqa gap bor xalqimizda. Turnalarni ketishi emas deydi, kelishiga boqarlar deydi. Tugal asrang safingizni, shudur qalbim so'rog'i deydi. Bu ketish, xohlash, orzu qilish u ham bitta narsadir, lekin qobiliyatingga yarasha orzu qil deyman-da. Shu inson mana imkoniyati darajasida orzu qilgan inson buyukdir deydi. Agar siz imkoniyatingiz darajasida orzu qilsangiz, siz buyuk bo'lasiz ekan. Chunki o'sha orzungizga yetasiz-da siz. To'g'rimi? Shuning uchun baribir o'zi to'g'ri qalbiga qarash kerak odam, lekin qalbiga qarashi uchun uni qalbi bor qilib tarbiyalash kerak. U yoshligidan dunyoni bilish solishtirishda deydi. Solishtirishni biladigan qilib tarbiya qilish kerak. Bu juda katta boshlang'ich sinf o'qituvchisiga, o'sha o'rta ta'lim o'qituvchilariga bog'liq bular hammasi. Endi qo'shimcha ravishda bu oliy ta'limni ko'payib turgani, hozir 200 dan ortiq davlat 5-yil holatiga xususiy oliy ta'lim muassasalari 80 ta litsenziya olganlari bor. yana ko'payyapti bu. Keyin o'zimizda davlat oliy ta'lim muassasalari bor. Hammasi har yili ma'lum bir miqdorda o'quvchilarni ishlab chiqaryapti. Ma'lum bir o'quvchilar diplomi bo'lib chiqyapti. Bu qandaydir ma'noda diplom inflyatsiyasini yuzaga keltirib turganga o'xshaydi. Chunki ustoz misol uchun 2000-yillar atrofida o'rta maxsus ta'limga ega bo'lgan, o'rta maxsus ta'lim diplomiga ega bo'lgan o'qituvchini siz ishlatgansiz. Lekin hozir yo'q. Ma'lum bir miqdorda yoki borlaridan ham oliy ta'limga ega bo'lish, oliy ta'lim diplomini olish talab qilinyapti. Bu holatda diplomni inflyatsiyasi, diplomni qadrini tushishi yuzaga kelmadimikin? Misol uchun biz hozir olgan bakalavr diplomimiz bilan sizlar o'qib olgan bakalavr diplomlaringning qadri boshqacharoq bo'lgan demoqchiman. Bunga nima sabab bo'lyapti? Bilasizmi, 2013-yilda respublikada yilning eng yaxshi maktab direktori deb topildim men. Shunda o'sha paytdagi vazirimiz siz bilan suhbat o'tkazishar ekan deyishdi. Men bilan suhbat o'tkazmoqchi bo'lishdi. Shu suhbatda shu savol bo'ldi. Qanday qilib shu natijaga erishdingiz? Natija nima bo'ldi? 50 balli shkalada baholanganda bizning maktabimiz 45,5 ball olgan. Bizdan keyingi ikkinchi o'rindagi maktab 36 olgan. Demak 45,5. Qanaqa qilib erishdingiz deganda shu savolga quyidagicha javob bergan. Bizda yaxshi o'qituvchilar o'qitishdi. Ya'ni meni bizda yaxshi o'qituvchilar o'qitishdi. Nemis tilidan nemis o'qitdi. Loseva Dora Davidovna degan nemis o'qitdi. Matematikadan matematik o'qitdi. Gatovlina. Ximiyadan ximik o'qitdi. Gaysina. Rus tilidan rus millatiga mansub o'qituvchi o'qitdi. Zoya Yefimovna, Roza Ivanovna degan, Krasnopepseva degan o'qituvchilar o'qitishdi degan javobni bergandim. Shunda demoqchimanki, agar
o'qituvchi zo'r bo'lsa, o'qituvchi yaxshi bo'lsa, bilasizmi, qattiq yig'lasang deydi, so'qir ko'zdan ham yosh chiqadi deydi. Qattiq yig'lasang. Demak, agar qattiq o'qitsa, shunaqa gapni o'qiganman, inson bolasi o'nalmaydi degan odamni tilini sug'urib olgan bo'lardim degan gapni o'qiganman. Demak, agarda qattiq intilsak, harakat qilsak, o'sha o'quvchini har qanaqa holatda ham yaxshi o'qitishimiz mumkin bo'ladi. O'zimiz namuna bo'lsak, bola bizga intilsa, harakat qilsa. Shuning uchun bu baribir yana shu fikrimda qolaman men. U juda ko'p narsa o'qituvchiga bog'liq bo'ladi. O'qituvchi, mana sizga bitta misol aytaman. Bitta o'quvchi dars jarayonida rasm chizib o'tiribdi, rasm chizyapti. Demak, u o'quvchi rasmga qiziqyapti. Borgan o'qituvchi qaradida, "Voy, dedi, muncha chiroyli chizibsan rasmingni. Juda chiroyli chiqibdi rasming" dedi. Ana o'sha o'quvchi yillar o'tyapti, juda chiroyli musavvir rassom bo'lyapti. Ko'ryapsizmi? Bolani qalbini-chi sindirib qo'ymaslik kerak-da o'qituvchi bugun. Bugun mana kecha E'zoza G'afurjonovnani maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Karim buvani murojaati chiqyapti o'qituvchilarga. Qarang, o'qituvchilar bolani qalbini sindirib qo'ymaslik kerak. Bolani qalbiga qarab turib ish tutishimiz kerak. Ularni shaxsiyatini hurmat qilishimiz kerak degan bir fikrlarni ilgari surishyapti. Qanchalik haq u kishi. Demak, biz bolani qalbini sindirish emas, balki uni qalbini, ko'nglini, uni ko'tarishga, uni ko'ngliga yo'l topishga harakat qilishimiz kerak. Buning uchun albatta pedagog mahorat va o'qituvchi bo'lib tug'ilish, psixologik bilim kerak bo'ladi. Qani shunaqa o'qituvchilar ko'p bo'lsa, bugun bolalarimiz, bizni bolalarimizga yetadigan bilimli, dono millat ehtimol boshqa joylarda yo'q. Chunki tarixdan hammangiz yaxshi bilasiz, dunyo tamaddunida 4000 ta alloma yaratilgan bo'lsa, uni 1000 tasi bizning ota-bobolarimizga to'g'ri keladi. 4 dan biri. Dunyoda nechta millat bor? Nechta elat bor? Demak, 4 dan biri bizning ota-bobolarimizga to'g'ri keladi. Demak, o'tmishi buyuk xalqimiz. Demak, o'tmishi buyuk xalqni kerak bo'lsa kelajagi ham buyuk bo'ladi. Shunga qarab ketyapti Xudo xohlasa. Mana o'tgan keyin mana bunaqada shu yaxshi ta'limda o'qitilyapti, boshqa qilyapti. Oltin medalga bitirish bor. Keyin universitetlarda qizil diplomga bitirishlar bor. Shu masalada nima deysiz ustoz? Masalan, o'tgan yil 2024-25 o'quv yilida 14 mingtadan oshiq bitiruvchilar oltin medal olib bitirishgan. Shular haqiqatda oltin medalga olib bitirib, keyin ham shu motiv beradimi bu bolalarga yoki Mana savolingizga savol bilan oltin medal qanaqa o'quvchiga beriladi? Shu bahosi 5 bo'lgan o'quvchiga beriladi. Endi savol tug'iladi-da, o'sha 5 qo'ya turgan o'qituvchini o'zini bilimi 5 ga yarashamikin? To'g'rimi? Noto'g'ri? O'zidan orttirib nimani bera oladi? O'zidan orttirib. Mana hozir men buni ham baribir o'zimizga misol aytaman. Bizda yo 2 ta, yo 1 ta, yo 3 ta o'quvchigina shu darajaga erishadi, yo oltin yo kumush medal oladi. Bizni maktabimizda. Vaholanki 100% bolalarimiz oliygohda va oliygohda o'qiganda ham shunchaki o'qiy turgan yo'q bolalarimiz. Mana kuni kecha 2 ta o'quvchimiz kelyapti. Bittasi Rossiyadan, Ufa davlat universitetidan kelyapti. Ikkinchisi Angliyadan kelyapti. Ikkinchi o'quvchimiz Zikrilo degan oddiy qishloq. Ikkalasi ham eng chekka hududlarda yashaydiganlar. Demoqchimanki, Ufadan kelayotgan o'quvchimiz domla Ufada bizni maktabimizni juda yaxshi bilishadi. Ufa davlat universitetida va bizni maktab haqida juda iliq fikrlari bor deyapti. Keyin men ikkinchi o'quvchiga yuzlanyapman. To'g'ri, Ufada bilishlari mumkin, Rossiyada. Angliyadachi deyapman desam, domla endi bilishadi Angliyada ham bizni maktabimiz borligini deyapti. Nima uchun? Men starostaman deyapti, o'sha o'zini oliygohida va menda imtihon qilib ko'rishib, menga juda yuqori baho berishdi deyapti. Demak, demoqchi bo'lgan narsam shu imtiyozli diplom,
yoki bo'lmasa a'lo darajali shahodatnoma, oltin medal degan gaplar bular hammasi men nazarimda nisbiy narsalar. Nisbiy. To'g'rimi, noto'g'rimi? Qani shuni oltin medalni mana hozir sertifikatlar joriy qilinyapti. Mana yagona imtihonlar bo'lyapti. Shu imtihon qilib turib ko'rib munosibiga bersa, ana u munosib bo'ladi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Shuning uchun bu ham kimgadirki cho'qqidir, kimgadirki mansabdir, kimgadirki bir yutuqdir. Meni maktabimdan shuncha havasdir, oltin medal chiqdi deb turib ularni mana bilimini agar haqiqiy nazorat qilib ko'rsangiz, oltin medal loyiq bo'lsa qandini ursin. U qoyil qilsin. Mana oltin medalda bitirib, oliygohni ham oltin medalga bitirib, oliygohni ham imtiyozli diplom bilan bitirib, keyin ish joyida ham qoyil qilib qo'ysa, ana undan keyin qoyil qolishingiz mumkin bo'ladi. Aksincha qayerdadirki uzilish-buzilish bo'ladigan bo'lsa, u shubha bo'ladi. Oltin medalga shubha bo'lib qoladi. Albatta. Shuni aytmoqchi edimda mana xalqaro olimpiadalarda mana oltin medalga bitirgan o'quvchilar soni 14 mingta. Xalqaro olimpiadalar umumiy hammasini olganingizda 40 dona oltin medal olishgan. O'rtadagi farq bag'i 14.041 ta oltin medalga bitiryapti. Undan 40 tasigina xalqaro olimpiada. Agar haqiqatda 14 mingta bola oltin medalga siz aytmoqchi loyiq bo'lib bitirganda, bu ko'rsatkichdan balandroq bo'larmidi deganman. Albatta. Endi bu xorijiy ta'lim baribir mana hozir men bitta gapni aytib beraman sizga. Mana Akfa universiteti hozir mana nomlari o'zgardi. Shu Akfa universitetida o'quvchimiz o'qiydi. 118 ta o'quvchi kirgan bo'lsa, 18 ta qoldi deyapti. Qolgani mana o'sha o'qishdan chetlatildi deyapti yoki kursida qoldi deyapti. Ko'ryapsizmi? Demak, bizni o'qish tizimimizda hali bo'shliqlarimiz borligidan bitta dalolat bu. Oltin medal bilan yoki imtiyozli diplom bilan o'lchanmaydi-da bu. Buni endi baribir bilim juda chuqur narsa, bilim ummon, bilimda u haqiqiy bilimdon o'quvchilar oliygohga kirsa, haqiqiy bilimdon o'quvchilarni biz topa bilsak, o'qitsak, mana sport bo'yicha qarang, mana o'sha futbolchilarimizni qarang. Mana bu vaqt kelsa, biz o'zimizni komandalarda o'ynalmagan futbolchilar bugun jahon arenalarida mana yoki bokschilarimizni qarang, u yoki boshqa sport ustalarimizni qarang, misol uchun mana. Demak, ular o'sha qoni bilan, joni bilan, suti bilan kerak bo'lsa kirgan o'sha ilm. Ilmmi, o'sha mahoratmi? Demak, bu ta'limda ham xuddi shularni yo'lga qo'yishimiz kerak deb o'ylayman. Bizda oliy ta'limda ham xuddi shunaqa yuzaga kelgan. Misol uchun 3 ga bitirgan bolalar bor. 3 ga bitirdi, universitetda o'qimadi. Chunki bizda universitetda haligi javoq zaki bo'lavermaydi, yozma bo'ladi. Har doim bilasiz, bitta imtihon bo'ladigan bo'lsa, misol uchun jinoyat huquqidan imtihon bo'ladigan bo'lsa, savolni beradi, 3 ta savolga javobini yozma qilib yozib chiqadi. U yozmasiga ko'p holatlarda mayli to'g'ri haqiqatan ham o'qiydiganlari bordir, lekin ko'pchiligi varog'ini sanar ekanda, yozuvini chiroyligiga qarar ekanda bahoni qo'yib ketaverar ekan. Bitta o'rtog'imiz bor edi, Oltiariqdan. So'z 2-o'rinda grantga kirgan edi. Ko'p 3 olar edi. Haqiqatda ko'p fandan 4. To'liq 5 ga yopmaganda haligi bola. Zo'r kallali, har doim qarasangiz kitob o'qib yuradi. To'liq 5 ga yopmadi, qizilga bitira olmadi. Ko'p holatlarda 3-4 olib yurdi-da. Ishga kirishga keladigan masalada, misol uchun, kimdadir savol tug'iladigan bo'lsa, o'sha bolaga telefon qilishadi. Do'stim qanaqa edi, mana bu nima bo'lardi deb, haligi qizilga bitirganlar ham hattoki. Meni bilishim bo'yicha ko'p holatlarda universitetlarda, hammasida ham shunaqa emasdir. Men ko'rgan holatlarda, men ko'rgan, bilgan holatlarda haligi ustoz erkatoylari, ma'lum bir miqdor, ma'lum bir gap bilan gapiradigan bo'lsak, qizil diplom olishga moyilligi balandroq yoki stipendiyat bo'lishga moyilligi balandroq. Chunki unda qanaqadir ustuvorlik bor. Magistrga kirish uchun sertifikat talab qilmaydi undan. Stipendiyat bo'lib qolgan bo'lsa yoki qizil diplomga bitirgan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni universitetda olib turgan baholarning umumiy foiziga qarab turib, granti aniqlanadimi, u 100% ga bitiryaptimi, o'z-o'zidan grantga kiradi. Qanaqadir ma'noda bu ham ustuvorlik berganligi uchun haligi narsa bo'ladi, g'irrom musobaqaga aylanib qoldi bu ham. Qandaydir Qarang, xo'p, mana sizga savolki, xo'p, oliy ma'lumotli bo'ldi, nima bo'pti? Xo'p, falon joyda ishlayapti ekan, u nima bo'pti? Bitta narsani bilingki, avvaling xor bo'lsa bo'lsin, oxiring xor bo'lmasin dedi.
Odamzod bu oxir yuzida xor bo'lmasligi u sizga bog'liq bo'ladi. U kimdirki, qaysidirki gumashtasini yordami bilan, qaysidirki bir xayrixoh odamni yordami bilan bu hech narsaga erishib bo'lmaydi. Bu hamma narsa bu Yaratganni o'zidan. U sof bo'lmasa, toza bo'lmasa hech Erkin akaning shunaqa joylari bor, shunaqa jumlalari bor. Diling sof bo'lmasa, bosgan zingarchi xato bo'lsa, oyog'ing qo'yma gulshanga, sen undan gul uzolmaysan dedi. Demak, gulshan yer biring gul bo'lib yotgan bo'lsa ham sen undan gul uzolmaysan dedi. Demak, bu soxtalik, bu hech qayerga bormaydi. Baribir o'sha egrilik qayergadirki yerga qarab turib kirib ketadi. O'sha gap bor. Sham to'g'ri bo'lganligi uchun mana uzoq yonadi, boshqalarni yoritadi deydi. Chaqmoq egri bo'lganligi uchun yerga kirib ketadi deydi. Bu mana dunyoda, hayotda mana yoshimiz ham kichkina bo'lmadi. Uzoq yillar davomida bilasizmi? Oshdik oshga, suvdik suvga, qoldi qatiqda puli degan jumlalarni, gaplarni qanchalik haq ekanligini bugun hayotda o'zi ko'rsatib turibdi. Demak, egrilik bilan, qing'irlik bilan men yutaman, men yutdim degan bilan yo'q, u natija bo'lmaydi baribir. Mana sizga oddiy haqiqatlar. Albatta, albatta. Mana u sen islohotni to'g'ri aytyapsiz, o'zingdan boshla deydi. O'zingdan boshla deydi. Chunki o'ziga insof bermasa qiyin. O'ziga insof bersin. Chunki bitta bir narsa borki, zo'rga tan berish yo'q. Odamzodda zo'rga tan berishni o'rganish kerak. Shundagina keyin natija bo'ladi. Shundagina mana shu u kim bo'lishidan qat'iy nazar, qo'shiqchi bo'ladimi, olim bo'ladimi, san'atkor bo'ladimi yoki boshqa kasb egasi bo'ladimi? Mana o'zingiz aytyapsiz-ku, 3 baho qo'ygan. Endi men sizga 3 baho qo'ygan deyishga ojizman. Ehtimol xatoyimdir bu 3 baho qo'ygan. Demak, 3 baho olgan o'quvchidan, talabadan hamma yechimini so'rayotgan bo'lsa, demak uni bilimi borki, o'qituvchilar obyektiv baho qo'ymagan. Mana bu ham bor narsa. Endi qarab turing, o'sha o'qituvchilarni qarang, birovni haqini evaziga, kechirsin meni, birovni haqini evaziga kun ko'rib yoki birovni haqini evaziga nimadirki qilgan o'qituvchilarni bola chaqasini qarang. O'sha o'qituvchilarni ertangi kunini qarang. O'sha o'qituvchilarga o'sha olgan pullari sud qilyaptimi, sud qilmayaptimi? Ularni koriga yarayaptimi, yaramayaptimi? Buni ham mana o'ylab ko'ring. Mana sizlar yoshlar, sizlarga o'ylab ko'rgan vaqtlaringiz bor sizlar. Biz o'ylab ko'rganmiz. Biz hayotda ko'rdik bu narsalarni. Ko'pchilikni sindiradigan narsa-da bu. Bu judayam ko'pchilikni sindiradi. Ta'limda ayniqsa. Chunki bitta bola yonyapti, harakat qilyapti, eplayman deb harakat qilyapti, kechasini uxlamaydi. Bo'lmasam bir narsa yemaydi-da, haligi maqolasini chiqarib qo'ysa-yu, maqola chiqarish ham pulli eng qizig'i. Maqolasini chiqarib qo'ysa-yu, xuddi o'sha darajaga yetishsa, o'zi xohlagan, o'zi mos bo'lgan darajaga yetishsa desa-yu, bu yoqda kimdir ko'proq pul sarflayapti. Endi eng yomoni o'sha bolanichi, o'sha bola agarda menga farqi yo'q, men baribir o'qiyman, men baribir harakat qilaman desa-ku, xo'p. Lekin u bolani sindiradi. Mana men o'zim o'quvchilarimda shunaqa fikrlarni aytaman. Adolatsizlik bo'ldi, boshqa bo'ldi desa, o'quvchilarga aytaman-da, sen 100 olib qo'ygin deyman. 100 dan 100 olib qo'ygin, 100 qiladigan odamni menga ro'para qilgin deyman. 100 yo'q-ku, 100 ku, foiz 100. Demak, sen 100 ga yarasha sen o'qir deyman. Baribir hamma narsa bizga qaytadi deb aytaman. Chunki mana qaytgani ham shu. Bugun mana bilimli odamlar, bugun mana oldin oliygohlarga kirishda 3 ta fanni o'qib turib kirsa bo'ldi degan holatlar bo'lardi. Masalan, men unga ham qarshi bo'lardim o'sha paytlarda. Chunki qarang, yuridikaga kirgan talaba, yuridikaga kirgan o'quvchi tarixni, ona tilini, ingliz tilini bilsa bo'ldi. Shu 3 ta fan bilan oliygohga kirardi. Lekin u qanday yurist bo'ladi matematikani bilmasa? Qanaqa qilib neft zavodni taftish qila oladi kimyoni bilmasa? Qancha neftdan qancha mahsulot qoladi, qanchasi nimaga chiqitga chiqadi, shuni bilmaydigan bo'lsa, uni hisob kitobini qila olmaydigan bo'lsa, kimyoviy formulalarni bilmaydigan bo'lsa, matematikani bilmaydigan bo'lsa, u qanaqa qilib yurist bo'la oladi? To'g'rimi, noto'g'rimi? Demak, bu hamma fanni o'qitish kerak. Chunki bekorga davlat standartlari bekorga berilayotgani yo'q. Hamma fanni o'qish kerak va oxir oqibatda u
mana eng asosiysi suhbatdoshi bilan suhbatlashganda ham kerak bo'ladi u. Ertaga o'zini farzandini o'qitganda ham kerak bo'ladi u va boshqa soha egalari bilan suhbatlashganda ham kerak bo'ladi. Bu men nazarimda hamma fanni o'qish, hamma fanni bilish baribir kerak bo'ladi. Buni to'xtatmaslik kerak buni. Hozir aksariyat anavi ota-onalarni ham fikri shunaqa bo'lib qolganki, faqat o'sha yo'nalishini o'qitsak bo'ldi deydi-da. Endi qarang-da, o'qishga kirsangiz, masalan, o'qishga kirsak bo'ldi deydi. Demak, ularni rejasi, maqsadi bitta narsaga o'qishga kirishga o'qishga kirishgacha. Demak, o'qishga kirgandan keyin ham hayot bor-ku. Buni ko'zini oldiga keltirish kerak-da. Undan keyin yana u katta davonlar turibdi. Mana kecha o'zimiz shu yozma ish daftarlarini, o'quvchilar daftarlarini o'rganyapmiz. O'qituvchi o'tirib turib, domla deyapti, mana imtiyozli diplom bilan bitirib kelganman. Lekin oliygoh o'zini yo'liga ekan deyapti. Demak, hayotiy tajriba o'zini yo'liga ekan deyapti. Demak, biz uni o'sha hayotda ham ertaga raqobatbardosh bo'lishi uchun uni ham bilimli, ham aqlli, ham adolatli, ham dunyoqarashi keng, fikrlashi keng, ayniqsa mana badiiy kitob ko'proq o'qigan. Keyingi paytda mana muhtaram prezidentimiz shu kerak bo'lsa pul berib bo'lsa ham o'qitaman degan gaplarni boshida aytishgandi. Mana Sharofatxon degan o'sha oltiariqlik qiz birinchi mashinani prezidentimizni kitobxon tanlovidagi g'olib, bosh kitobxon tanlovidagi g'olib bo'lib, mashina Spark mashinasini olibda otasiga sovg'a qilgan. Demoqchi bo'lganimki, bugun mana shu hamma narsalar, hamma omillarni bilgan o'quvchi, bilgan talaba, bilgan mutaxassisgina ertaga raqobatbardosh bo'ladi, ayniqsa bugungi kunda. Endi haligi oldin bitta diplomi bo'lsa, keyin ingliz tilini bilsa, ustunlik berardi bitiruvchiga. Yo'q, biz bitirgan paytlar. Hozir bu ustunlik bermay qo'ydimi deyman-da ustoz. Bitta diplomi bor, hozir ikkita diplomi bor yoki ikkita tilda biladigan bolalar chiqyapti. Keladi, masalan, oldin kelardi, "Men ingliz tilini bilaman" desangiz, u sizga katta ustunlik berardi. Hozir siz kelib ishga kiryapti. Birinchi o'zi aslida diplomingiz bo'lsa ustunlik berardi. Keyin hamma diplomlar ko'paygandan keyin ingliz tilini bilishingiz ustunlik berishni boshladi. Endi mana bundan bag'iga ustoz aytmoqchi, raqobat qilish kerak bo'lyapti. Endi ikkita diplom olyapti. Ikkita tilda o'rganyapti. Shundan keyin ustunlik beryapti. Ana ular bilan endi zo'r kadrlar Xudo xohlasa paydo bo'lyapti-da. Bular ertaga maktablarga kirib boradi-da. Mana ta'lim tizimining foydalaridan zo'r bo'lib ketadi. Xudo xohlasa. Ustoz, oldin faqat bitta diplom bo'lsa, hozir misol uchun ish bozorida sizdan ish so'rab kelib turgan 1000 ta odam bo'ladigan bo'lsa, ularni qanday filtrlar bor? Hammasi bilan suhbat qila olmaysiz-da. Oliy ma'lumoti bor ekanmi? Bitta filtrdan ustiga yarmisi chiqib ketishi mumkin. Sertifikati bor ekanmi? Yana 300 tasi chiqib ketishi mumkin. Oxirida eng yaxshilari qoladi o'rtada. U misol uchun super kontraktga kirib o'qiganiga qaramaymiz yoki grantga kirib o'qiganiga qaramaymiz, bilimiga qaraymiz oxirida. Lekin xalq buni tushunmayapti hali ham. Talant bormi, xohish bormi, yo'qmi, umuman farqi yo'q. Diplomni olib bersam bir bor qilib ishga kirgizib olaman degan narsa. Ota-onalarning o'zida ham noto'g'ri fikr paydo bo'lgan. Haligi bola yoshligidan eshitib katta bo'lgan. Diplomni olsang, ishing bor, naq. Amaking prokuror, tog'ang hokim. Xuddi shu gapning orqasidan bolada ham noto'g'ri fikr, noto'g'ri qarash paydo bo'ldi. Ya'ni diplomni olaman ekan, meni hayotim go'zal bo'ladi. Men amakimga o'xshagan prokuror yoki tog'amga o'xshagan hokim bo'laman deb o'ylaydi. Lekin o'ylamaydi, haligi tog'asi yoki amakisi o'sha holatga yetib kelguncha qancha harakat qildi, nimani o'qidi, qancha vaqtini qiynalib o'qishga sarfladi, qancha uxlamasdan vaqt o'tkazdi. Xuddi shularga ahamiyat bermayapti. Hammada oliy ta'limga borsam bo'ldi, vasvasaga o'xshab qolganda, misol uchun Diboyev ikkita odam bir-birini ko'rib qolsa ham ustoz, o'g'ling o'qishga kirdimi yo qizing o'qishga kirdimi? O'qishni bitirdimi? Nima qilyapti? Xuddi shu savollar aylanyapti xolos. To'g'ri. Lekin endi bu haligi aytganimdek insonni buyukligi o'z ishini qoyil qilib bajarishida deydi. O'zini ishini qoyil qilib bajargan odam buyuk. Bu qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar. Bu oliy ta'limga kirish, bitirish, diplomli bo'lish, u bo'ldi basta.
Bu bo'ldi bas. Mana men sizga bitta misol aytaman. Donishmandlar tarbiyalanganligini 1 qo'yyapti. Undan keyin bilimini 0 qo'yyapti. 10 bo'ldimi? Undan keyin nasl nasabini yana 0 qo'yyapti. 100 bo'ldimi? Boyligini yana bitta 0 qo'yyapti. 1000 bo'ldimi? Va shunaqa qilib ketyapti. Oxirida 1000 bo'lyapti, million bo'lyapti, trillion bo'lyapti. Hammasi bo'lyapti. Shunaqa darajadagi inson bo'ldi, shakllandi. Endi mana sekin o'sha bir raqamini o'chirib qo'yyapti. Tarbiyasini o'chirib qo'yyapti. Tarbiya yo'q. Demak, u qolgan hammasi nimaga aylanib ketyapti? 0 ga aylanib ketyapti. Mana bu tomonni baribir qarash kerak-da. Bugun mana tarbiyalangan, hatto tarbiyalangan, kechirasiz meni, tarbiyalangan itni ham bahosi bozorda boshqacharoq bo'ladi. Qimmatroq bo'ladi. To'g'rimi, noto'g'rimi? O'sha tarbiyalangan itni ham qimmatroq bo'ladi. Mana qo'ying, qolgan narsalarni qo'ying. Misol tarbiyalangan o'sha kabutar, qush ham qimmatroq bo'ladi. Tarbiyalangan kerak bo'lsa, endi buni chuqurlashib ketsak boshqacha bo'ladi, kimgadirki erish tuyuladi, lekin baribir tarbiya ustuvor bo'lishi kerak. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. Korxona bo'ladimi, tashkilot bo'ladimi, muassasa bo'ladimi, maktab bo'ladimi, oliygoh bo'ladimi, tarbiya ustuvor bo'lishi kerak. Mana yaqinda o'sha xalqaro jurnalistika oliygohida kiyinish madaniyatini buzgan o'quvchilar haqida har xil shov-shuvlar, gaplar bo'ldi. Demak, kiyinish madaniyati ichki tartib qoidalariga bo'ysunsin baribir. Ichki tartib qoidasi bo'lgandan keyin Shunga rosa bo'g'ildim ustoz. Misol uchun hamma o'quvchi universitetga kiryapti, balini to'pladi ustoz. Misol siz ham maktabga qabul qilayotgansiz, shartnoma bilan qabul qilasiz. Tartibga bo'ysunasan, odob axloq kodeksi bor, shunga bo'ysunasan. Dress kod bor, ya'ni kiyimingni qanaqa kiyim kiyib kelishingni talabi bor, shunga bo'ysunasan deydi. Haligi bola bitta galstuk taqish yoki oq ko'ylak taqish bilan, oq ko'ylak kiyish bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi-da, u o'lib qolmaydi bo'g'ilib. To'g'rimi? Uni nimagaligini tushuntirmaydi deb o'ylayman. Nimaga forma talab qilasiz? Nimaga men forma kiyishim kerak desa, biz aytamizki, "San bizni bolamizsan. San bolamsan. Men bolalarim hammaga chiroyli ko'rsatgim keladi. O'shuning uchun forma kiy" deydi. Ularga ham tushuntirsaki, nimaga forma kiy deyapti? Oldin chiroyli qilib tushuntirilsa, ular ham baribir katta bolalar, ustoz aytmoqchi, sal bo'lsa ham tarbiya ko'rishgan bo'lsa, zo'r ular. ichki tartib qoidalariga shu yozilgan bo'lsa, uni bajarishga majburmizda baribir. Chunki mana shu xorijiy mamlakatlarda, endi mayli men davlatini aytmayman, stolni tepasiga oyog'ini qo'yib o'tirsa ham mumkin ekan, bunday qilsa ham mumkin ekan degan so'zlar oldin bo'lar. Bitta narsani unutmasligimiz kerakki, ustoz otangdek ulug' emas, balki ustoz otangdan ulug'. Chunki ustoz u yaratganni o'zi ustozlik qilgan deydi. Odam ato momoqo. Shu ustozlik otangdan ulug' deydi. Demak, ulug' odamni aytganini o'rnida qilish ham, bajarish ham bu ham bitta ibodat-ku. To'g'rimi? Agar sen deydi ilmingda muammo bo'lsa, bilginki sen ustozingni rozi qilmagansan deydi. Agar boyligingda muammo bo'lsa, bilginki sen otangni rozi qilmagansan. Agar shu obro'yingda bir yana nimadadirki muammo bo'lsa, bilginki sen onangni rozi qilmagansan. Demak, otani, onani, ustozni rozi qilsa, ana undan keyin o'sha farzandni kelajagi bo'ladi. Lekin yoshlarda qanaqadir fikr paydo bo'lganda, men o'zim ham ko'p eshitganman. Misol uchun, galstuk taqib kelganim bilan bilimli bo'lib qolamanmi deydi. Seni maqsading bilim olishmi? Galstukni ikkita taqib kelasan desa ham, taqib kelib bilim olish kerak-da. Men masalan shu biz sohamizda Saidov domla bor. Akmal Xolmatov Saidov o'sha xalqaro huquqni ustasi, yo bo'lmasam Rustamboyev degan odamlar bor, jinoyat huquqini ustasi. Agarda o'sha insonni darsiga sen kechasi soat 12 da dars o'tib beradilar, 3 ta galstuk taqib turib, 2 qavat oq ko'ylak kiyib kelib, kastam shimlarga chiroyli bo'lib o'tirishing kerak. Kerak bo'lsa sochingni to'g'ri og'izdirib millimetrga qo'yasan desa borib kiraman. Chunki nimaga o'shani bilimini olishni xohlayman. Haligi bola o'zi bir norozi kayfiyatda keladi, ertalab bir uxlab qolganmi, yo bo'lmasam kim bilandir tortishib qolganmi, o'sha norozi kayfiyatda kelib ustoz bilan tortishadi yana. Galstuk so'rasa. Bu narsani o'zi tarbiyasizlikdanmi yoki Yaxshi tarbiya ko'rgansizda.
Sizni otalaringiz, sizni onalaringiz, sizni bobolaringizchi ustozni hurmat qil deb sizga o'rgatishgan. Bugun mana men ichim og'riydi. O'sha Avloniyni fikrlari bor. Tarbiyani kim qilur deydi. Tarbiyani ota qiladi deydi. Qaysi ota? Gapini subuti yo'q, gapida turmaydigan, bunaqa otami deyishadi. Janjal qiladigan. Bo'lmasa kim qiladi deydi. Ona deydi. Sochi paxmoq, aqli to'qmoq. Bunaqa onami deydi. Uyam bas. Kim qilur bo'lmasa desa, muallim. Muallim qaysi muallim deydi. Ko'ryapsizmi? Mana qaysi muallim? Demak, ota qilolmagan tarbiyani, ona qilolmagan tarbiyani muallim qilsin deydi. Qaysi muallim deydi. Qaysi muallim deganda muallimlar ham har xil-ku. Tarbiya qiladigan muallimlar bor. O'zi tarbiya ko'rmagan muallimlar bor. Bilasizmi, tarbiya nasihat qilish emas, tarbiya namuna ko'rsatishdir. Namuna ko'rsatmas ekan hech qachon tarbiya bo'lmaydi. Demak, bola aytganini emas, balki ko'rganini qiladi. Demak, mana sizga bitta oddiy haqiqatlar bular hammasi. Demak, bolani yaxshi tarbiya, to'g'ri tarbiya qilsak, ana undan keyin insonlarni qadrlaydigan va eng asosiysi zo'rga tan beradigan bo'lish kerak. Demak, u qaysidirki boyligi yoki qaysidirki bir qarindosh urug'i bilan emas, balki zo'rga tan beradigan bo'lish kerak. Mana biz hammamiz ota-bobolarimizdan faxrlanamiz. Imom Buxoriy avlodimiz, Hazrat Navoiyni avlodimiz, Zahiriddin Muhammad Bobirni avlodimiz, Zamaxshariyni va boshqa qator fikrlarni aytamiz. Keyin yana shunaqa savollar bo'lib qoldi keyingi paytda. O'sha ajdodlarimiz qaytib kelib, tirilib kelsa, bizni farzandim deb aytarmikin, aytmaydimikin degan savollar bino bo'lib qoldi keyingi paytlarda. Biz loyiqmikinmiz shularga? Ularga loyiqmikinmiz degan savollar, fikrlar bino bo'lib qoldi. Demak, biz baribir ishlashimiz kerak bo'lgan, tarbiya jarayonida ishlashimiz kerak bo'lgan joylarimiz ko'p, fikrlar uzoq suhbatlashishimiz mumkin, lekin baribir bo'shliqlarimizni tan olishimiz kerak. Demak, o'zimizdagi mana insonni deydi, ruhini davolamoqchi bo'lsang, uni uxlatib turib davola deydi. Agar insonni tanasini davolamoqchi bo'lsang, uxlatib turib davola. Agar ruhini davolamoqchi bo'lsang, uyg'ot deydi uni deydi. Biz uyg'otishimiz kerak. Hamma ko'zi ochiq turganidan Albatta. U ko'zi ochiqlik u hammaga xos, ko'zi ochiq uxlayaturganlar ham bo'ladi. Demak, ko'zi ochiq bo'lgan bilan qalb ko'zimizni ochishimiz kerak. Hali ikki ko'z ko'r bo'lsa bo'lsin dedi. Qalb ko'zing ko'r bo'lmasin dedi. Biz qalb ko'zimizni ochishimiz kerak. Shundagina jamiyatda yana ilgarilash bo'ladi. Yana o'sha 3-uyg'onish davri deyapmiz. 3-uyg'onish davrini madaniyatli, ma'naviyatli, insofli, diyonatli va bilimli odamlar tebratadi. Cho'lponda uxlayotganlarni uyg'otish uyg'oqlarning vazifasidir degan gaplari bor-ku. Demak, ustozlar uyg'otish kerak. Albatta. Shunday ustoz. Keyin hozir ustoz bilan ancha gaplashadigan gap ko'p-da aka. Xudo xolasa hali keyin yana ustoz vaqtlariga, fursatlariga qarab olsak. 12dan o'tibdi-da, o'shanisi charchagandek bo'lyapti. Yo'q, charchash bas. Men o'zimdan ko'ra ham biz bilan hamroh bo'lganda o'ylab qo'yyapman. Yo'q, charchash yo'q. Qarab bitta mavzu o'zingiz aytsangiz yoki biz taklif qilsak. Chunki 8 soat gaplashsak ham maza qilib o'tiraveramizda hozir. To'ymaymizda ustoz bilan maza qilib, katta tajriba bor. O'shani soatni hisobini ham oling demoqchiman. Rahmat. Bo'ldi ustoz. Bo'lmasam shu yerda to'xtatib, keyin yana nima qilaveramiz yoki ozgina davom ettiramizmi? Yana bitta savolimiz bor edi ustoz. Eng asosiy joyi. Misol uchun hozir xususiy universitetlar yuzaga kelyapti. Ustoz aytish bo'yicha 2025-yil holatiga 80 taga yetdi, deyapti. O'zi xususiy ta'lim tizimi yechim bo'ldimi, muammo bo'ldimi? Chunki ko'rdim-da, men eshitganim bo'yicha bir ustozimiz kelib aytib berishyapti. Xullas, xususiy universitetda imtihon jarayoniga borishgan. Imtihon jarayonida 3 kishi o'tirib olib suhbat qilyapti ekan. Haligi yo'parada o'tirgan o'quvchidan so'rashadi, qaysi sohada o'qimoqchisiz? Ingliz tili sohasida desa, o'quvchi javob beryapti.
ingliz tili sohasida o'qir ekansiz. Ingliz tilini rasmisa o'quvchi "Yo, endi o'rganmoqchiman" deyapti ekan. Xo'p, qanchalik darajada bilasiz desa, "Endi boshlamoqchiman" desa, yonidagi mana bu universitetda odamlar aytyapti ekanki, ana zo'r, mana qiziqishi bor, intilishi bor, bundan nimadir chiqadi-da, buni olamiz-da" deb ingliz tiliga olyapti. Haligi ingliz tilini hali boshlamagan, boshlash niyati borligi uchun, "Yo, bunda intilish bor" deb olyapti. Haligi holatlar ham paydo bo'ldiki, ustoz rosa boshida chiqqanda SMS jo'natishib, "Siz balingiz biz universitetimizga grantga 10% grantga to'g'ri kelib qoldi, buncha 30% grantga to'g'ri kelib qoldi" deb reklamalar qilishdi. O'qishni bilgan ham, o'qishni bilmagan ham, haligi davlat imtihonida 65 ball to'plaganda ham shunaqa qilib chaqirishgan, haligi ota-onasiga ko'rsatgan bola. Ota-ona to'liq tushunib-tushunmasdan uni olib borib o'qishga joyladi. O'zi 65 ball olish 2 dan ham pastroq degani. 2 ga ham arzimaydi degani. Xuddi shu holatda xususiy ta'lim tizimi bizga yechim bo'lib berdimi yoki bitta muammo bo'lib berdimi? Chunki haligi 65 ball olgan keyingi yaxshiroq tayyorlanib davlat oliy o'quv yurtiga kirishi mumkin esa, yaxshiroq bilim bilan, yaxshiroq fundament bilan. Hozir xususiy universitetga bu holatda olish kartondan fundament qurib turib, tepasiga sementdan qurib, 8 qavat qilib uy qurmoqchi bo'lgandek. 11 yil davomida bir narsani eplab o'rgana olmagan o'quvchi 4 yil davomida nimani eplaydi? Mayli kimdadir disiplina bordir, mayli kimdadir motivatsiya bo'lib yaxshi o'qishga harakat qilar, lekin ularni foizi qanchaga to'g'ri kelyapti? 10 tadan nechtasi shunaqa o'qiydi? Albatta endi bu meni o'zimni shaxsiy qarashim. Ta'lim pul asosiga qurilmasligi kerak. U meni o'zimni shaxsiy qarashim. Chunki biz baribir u ilohiy narsa. U ilm, u ilohiy narsa. Shuning uchun ham bu biz xususiy oliygohlarga fikr berish baribir bir tomonlama fikr berib bo'lmaydi. Bugun hozir mana juda chiroyli fikrda aytdingiz. Bu hammasi o'tib ketadi. Haligi aytganim Qobiljon Yusupov aytganlari aytaversin, lekin yaxshi bo'lsa qolaveradi, bilimli bo'lsa qolaveradi. Mana bundan buyog'iga ishlab chiqarish korxonasi bo'ladimi, muassasa bo'ladimi, tashkilot bo'ladimi? Bular hammasi baribir bilimiga qarab turib olyapti. Endi bugungi o'quvchi ham, bugungi talaba ham, bugungi o'quvchi ham anoyi emas. Bugungi o'quvchi, masalan, maktabga kelgan o'qituvchi ko'ngildagidek ishlamaydigan bo'lsa, undan voz kechyapti. O'quvchini o'zi voz kechyapti. Ota-onaning o'zi voz kechyapti. Mana o'zimizda tajribamizda bor. Biz so'rovnomalar o'tkazamiz ota-onalar bilan yoki o'quvchilar bilan so'rovnomalar o'tkazamiz. Qani qaysi o'qituvchi o'qitganda yaxshiroq bo'lardi sizda? Mana 2 ga bo'lib o'qitadigan o'qituvchilarimiz bo'lsa, fanni 2 ga bo'lib. Ularga so'rovnomalar qilamiz va aniqlanadi bular hammasi. Endi bu aylanib kelib o'sha baribir rahbarga bog'liq bo'ladi. Rahbar agarda talabchan bo'lsa, shu maktab meniki desa, shu oliygoh meniki desa, o'shani samaraliroq, yaxshiroq ishlashiga ham nazorat qiladi va shunga erishadi ham. Shuning uchun bu xususiy oliygohlarni hammasi ham yomon degani emas va davlat oliygohlarini hammasi ham yaxshi degani ham emas. Va hamma joyda bor, nisbiylik bor. Baholarni bir mana shunaqa bir nimadirki evaziga qo'yish, mana o'zingiz so'zingizni boshida aytdingiz. Biz mana shu qaysidirki gumashtasi bor, qaysidirki bir odam bor, 5 larni olyapti degan fikrlarni aytdingiz. Endi albatta bular ham o'ziga tushadi. Men bitta narsani so'raymanki, hammasiga insof bersin o'ziga. O'ziga insof bermasa, ovora bo'lmang. Buni natijani joyiga qo'yib bo'lmaydi. Mana bugun korrupsiyaga qarshi kurash deyapti. Korrupsiyani qaysidirki ma'noda poraxo'rlikni yengillatgan bilan boshqa korrupsiyani boshqa holatlari davom etyapti baribir. Bu shuncha yilda singigan holatlar sekin-sekin endi bular ham baribir o'zini joyiga qarab turib. Mana ko'rshapalak deydi, o'zini gulxan olovga uradi deydi. Yana qanoti o'sib chiqsa yana uraveradi deydi. Demak, u ko'rshapalakni joyiga qo'yib, davolab, joyiga qo'yib bo'lmas ekan. Demak, ko'rshapalakka o'xshagan odamlar jamiyatda bo'lgan, bo'ladi ham va sekin-astalik bilan ular o'zini joyiga qarab kirib ketadi deb o'ylayman men. Hammamiz fikrlarimiz subyektivda. Misol uchun kimnidir bizga yomondir, kimdir bizga yaxshidir, lekin bu hammamiz o'zimizni fikrimizga o'xshaydi. Misol uchun men aytib turgan holatlar kimgadir erish tuyuladi.
Misol uchun meni o'qitganlarga, men o'qitgandim-ku deyishi mumkin. Bir o'zingizga aytib berdimi ustoz holatni qanaqa bo'lganligini. Bir hujjat so'rab borsam, shunchaki pechat qo'yib berish kerak. U universitetni o'zini bo'ynidagi narsa, o'zini funksiyasidagi vazifasi, u qo'yib berish kerak. Men chet elga borib o'qiydigan bo'lsam, ularga ham foydasi bor. Chet davlatda 100 talikka kiradigan yoki 10 talikka kiradigan universitetga borib o'qiydigan, unga ham foydasi bor. Lekin o'sha pechatni borib berish, bosib berishi ham muammo bo'lishi yoki undan nimadirdir kutishi bosib berganidan keyin. Shunaqa holatlar men 4 yil davomida o'qigan bo'lsam, bitta yoki ikkita o'qituvchini yoki 3 ta 4 tasinidir zo'r ustoz sifatida ko'ngildan ustoz sifatida mehr qo'yib yaxshi ko'rgan o'qituvchilarim bor edi. Shularga nisbatan bo'lgan dunyoqarashim ham, shularga nisbatan bo'lgan munosabatim ham shundan keyin yo'qqa chiqdi-da ustoz. Eng alamli joyi o'sha nimadandir bo'layapti turgan umidi yoki qiynalganim emas, yoki 4 yil vaqtim ketgani emas. Shu 4 yil davomida topdim degan odamlarimda ham shunchaki sarobga aylanib qolganligi shu yerda odamni ko'nglini achintiradigan narsa bo'ldi. Bu endi bekorga aytmadim. O'qituvchilik ilohiy kasb deb bekorga aytmadim. Bitta so'z bilan so'z qudrati, bitta so'z bilan yasharatib qo'yishingiz ham mumkin, bitta so'z bilan o'ldirib qo'yishingiz ham mumkin. Mana bitta imo-ishora bilan. Demak, bu bekorga emas, tarbiya qo'yib turib bir qo'yib, undan keyingi qolgan narsalardir. Demak, unda ilm bordir, unda o'sha amal bordir, vazifa bordir, lekin tarbiya yo'q. Demak, mana shu o'qituvchi, ustoz bolani qo'liga yoki ota-onani qo'liga qarab qolishidan Xudoni o'zi asrasin. Doim esingizdan chiqarmangki, berguvchi qo'l olguvchi qo'ldan ustun turadi. Demak, ustun bo'lish siz bilan bizga nasib qilsin. Shu birovni qo'liga qarab, birovni ko'ziga qarab turishdan Yaratganni o'zi siz bilan bizni asrasin. Doim boshimiz baland, yuzimiz yorug' bo'lib yashash nasib qilsin. Rahmat ustoz. Eshitgan hamma odam uchun ham maroqli suhbat bo'ldi. Juda zo'r fikrlarni oldik, manfaatli bo'ldi. Biz bundan qanaqadir ma'naviy ozuqa oldik. Rahmat. Misol uchun meni ham kayfiyatim ko'tarildi, ustozni ham kayfiyati ko'tarildi. Rahmat katta. Sizga kattakon rahmat. Vaqtingizni ajratganingiz uchun, bilimingizni shu energiya sarflaganingiz uchun kattakon rahmat ustoz sizga. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Rahmat.